Unutma, qo'y sotib olishda shu xatolarni qilib qo'yma. Hozir men senga o'rgataman. Birinchi o'rinda qo'yni tashqi ko'rinishiga e'tibor ber. Semiz ham ozgina ham bo'lmasin. Bo'lmasa, ko'payish kam bo'ladi va tez kasal bo'ladi. Ikkinchi bo'lib, uning ko'z va burun holatiga yaxshilab e'tibor ber. Ko'zi tiniq, yaltiroq, burni esa sal nam bo'lsin. Burundan suv oqishi mumkin emas. Qo'yni juni silliq, toza va bir tekisda bo'lishi kerak. Agar mana bunday qo'y bo'lsam ham aslo sotib olma. Qo'yning yoshini tishidan bilasan. Bir yoshda hammasi kichik tishlar. Oldindagi ikkita katta tish esa 2 yosh. Agar oldinda 4 ta katta tish bo'lsa, panim 3 yosh. Agar 6 ta bo'lsa katta tish, unda 4 yosh bo'ladi bolam. Yana ahamiyatlisi shu, qorni juda osilib ketmagan bo'lsin. Chunki u qo'yda ichki parazit, ya'ni gijja bo'lishi mumkin. Keyingisi qo'qdin, qo'yni yurishini kuzat. Kasal qo'y olmayman desang, faol harakatlanayotgan qo'yni ol. Nima maqsadda sotib olayotganingga e'tibor berma. Go'sht uchun hisor qo'y. Ko'paytirish uchun bo'lsa Ramanov qo'y. Bolam, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yorma.